Kelinimizdan xotirmaydi. Onasi, hech ko'nglim bo'lmayapti-da. Bu ishga bormasa senga qaray qoling. Meniki. Adasi o'quvlar olmoqchi, xotiramni yaxshi bo'lib qolmayman. Vaqtimni bu yoqqa qarab olgin bolam. Sen bemalol xotirjam ishingga ketur bolam. Kelinimga o'zim yaxshilab qarab, issiqqina yong'oq-xo'rdilarni ichiraman deb o'ziga kelib qoladi bolam. Ona, shu yoshingizda keliningizga siz qarab yuribsiz, o'zim qaray qolay. Unaqa dema. Kelinim har doim bizning xizmatimizni qiladi. Biz ham kelinimizga 1-2 kun qarasak o'tputimiz kamayib qolmaydi bolam. Sen hech xavotir olma. Ishingga bor. Menga ishongin bolam. Onajon, rahmat. Boringizga shukur. Sizdek onalar ko'paysin. Voy Nodira, tashlang spirgini. Darrov chiqib olibsiz bolama. Oyijon ishlar qolib ketadi-da, qilmasam bo'lmaydi. Ish hech qachon tugamaydi. Odamning sog'lig'i topilmaydi. Tez uyingizga kirib yotingchi, kasallik kelishi oson, ketishi qiyin. Bizdek suvlarni ichmagansiz-da. Oyijon, mana 5 to'yga kech qoldingiz-a? 5 to'y qochmaydi. Menga 5 to'ydan ham ko'proq sizning sog'lig'ingiz menga kerak. Ha, qo'shniam, bo'ldimmi, ketdikmi? Men chiqmaydigan bo'lib qoldim. O'zingiz chiqib ko'ra qoling. Kelinimning mazasi yo'q edi. Shunda aptekaga chiqib keling. To'xtang. Qo'shni, keliningiz kasal bo'ladigan bo'lsa, onasinikiga borib tashlang, menga o'xshab. Tuzalib, keyin qaytib keladi. Endi qaynona bo'lib siz qarab yurmaysiz. Kasal bo'lganida qanaqa onasinikiga tashlab kelaman? To'g'ri, men qaynonaman, lekin avvalambor men onaman. Mayli, keyin gaplashamiz. Ba'zi qaynonalar kelininglar kasal bo'lganda, kelininglarni uyga olib tashlarkansizlarmi? Kelin sog' bo'lgan paytda ham, kasal bo'lgan paytida ham davolatish, qaratish biz uchun ham